Shirki Germaniyaga borganlarida o'sha biridan yana xuddi shunaqa. Bir oyda bir marta o'shanaqa dorilarni. Bir oyda bir marta o'shanaqa vitamin mikroelementlik suv beramiz. Suviga qo'shib beriladi. Suvga qo'shib beramiz. Endi bundan keyin mana o yemlarni hozir nari joyida ko'rsatamiz. Ha, uni naryoqdan ko'rsatamiz. Oyog'ini qo'yadi, mana o oraliq har doim bir xil bo'ladi. Bir xil turaveradi. Bu o'sha uchun, bir xil turish uchun. Xo'p, oxirida 45 santimetrga qo'yganmiz. Betonga nisbatan 45 santimetr. Eng qiziq joyi mana yemimizda tarkibida necha xil yem bor va qanaqangi vitaminlar qo'shiladi, shularni sizlarga endi to'liqroq Akmal akam bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Mana qarang. Endi yemni imkoni bo'lsa, juda mayda qilish kerak emas. Mana o'shaning uchun bizga juda mayda emas. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakut.uz kanal nashrati obunachilari. Mana bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida biz Akmal akamizni fermalariga